Xarid buyurtmalari bu xaridlar bo'limida ikkinchida turadi. Xarid buyurtmalariga o'tadigan bo'lsak, bu yerda hech qanday xarid buyurtmalarimiz yo'q. Xarid buyurtmalari odatda biz ta'minotchimizga oldindan qanaqadir miqdorda buyurtma berib qo'yamiz. Misol uchun, biz o'sha Coca-Cola kompaniyasiga 5,000 dona Coca-Cola buyurtma berdik, lekin ularni bizga kunlik yetkazib bera olish miqdori 1000 tani tashkil qiladi. O'shanaqa paytda ular 5 kun davomida, misol uchun, yoki 1 hafta davomida bo'lib ushbu mahsulotni bizga jo'natyapti va biz buni alohida qabul qilib olyapmiz. Shu paytda biz xarid buyurtmasi yaratib qo'yamiz. Coca-Cola kompaniyadan bizga 1,5 litrlikdan bo'lsin 5,000 dona 60 million so'mlik buyurtma beryapmiz va biz ko'proq olganimiz uchun bizga 11,500 so'mdan beraman dedi. 57,500 bo'lyapti. Qo'shimcha xarajatlar qo'shmaymiz, asosiy omborga tushyapti. Saqlashni bosamiz. Biz buyurtmani o'zimiz uchun yozib qo'ydik. Endi har safar bizga o'sha Coca-Cola kompaniyasidan har bir partiya tovar kelgan paytida, mahsulot kelgan paytida uni alohida yaratib qo'yishimiz kerak bo'ladi. 5,000 ta yaratdik. Endi xaridni yaratish qilamiz. Buyurtmadan xaridni yaratib ketaveramiz. Bu 5,000 tadan bizga birinchi kuni 2,000 tasi keldi. 23 millionlik yetib keldi. Va uni saqlashni bossak, ushbu xarid buyurtmasidan qabul qilingan 2,000 ta bo'lyapti. Ya'ni bu xaridiga o'tdi. Buyurtmani ko'rsak, mana moshincha belgisi paydo bo'ldi. Bu yerda qabul qilinganligini ko'rsak, 57,500 ni 23 millionni biz qabul qilib oldik. Yana keyingi safar, keyingi partiyada yana keldi. Bunisida 2500 tasi keldi. Buni saqlaymiz va mana 4,5 ta qabul qilingan. 51,750 ming qabul qilindi xarid buyurtmasi. Bundan tashqari, endi bizda aynan biz 5,000 emas, bizga Coca-Cola kompaniyasi aytdi, aynan biz 5,000 ga buyurtma berdik degani 5,000 ni olishimiz kerak yoki 5,000 dan kam olishimiz yoki ko'p olishimiz mumkin emas degani emas. Shunchaki bu 5,000 taga buyurtma bergan edik, 4,5 ta oldik. Bizga yana xohlasa 500 ta jo'natsin. Agar bizdan so'raydi, agar sizlarga yana kerak bo'lsa 1000 ta ham jo'nataveramiz deyishi mumkin. Shunaqa holatda biz yana xarid buyurtmasini ustiga bosib, xarid yaratish orqali kompaniyadan yana 1000 ta ham olaveramiz. Aynan 5,000 ta degan cheklov yo'q. Ko'radigan bo'lsak, bu bizni buyurtmamizdagi 5,000 ta bizga jo'natildi va undan tashqari jo'natilganini esa biz xaridlarni o'zidan ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. O'sha alohida mahsulot bo'yicha hisobotlarimizda jami Coca-Cola kompaniyasini oldi-berdi hisobotini ko'rgan paytimizda jami qancha olganlarimiz ko'rinadi. Xarid buyurtmasi asosan mana shunaqa holatlarda ishlatiladi. Agarda sizlarda boshqacha holatlar ham sodir bo'ladigan bo'lsa, unda ham bemalol qo'llashingiz mumkin bo'ladi. Mana summasi 57,500 lik biz buyurtma bergan edik, ammo 63 millionlik mahsulot qabul qilib oldik ushbu xarid buyurtmasi orqali. Ta'minotchiga qaytarish esa o'sha bizga Coca-Cola kompaniyasi misol uchun mahsulot jo'natdi va uni 250 tasi qanaqadir brak mahsulot bo'ldi. Rangi tiniq emas bo'lishi mumkin yoki boshqa shaklda bo'lishi mumkin. O'shanaqa holatda ta'minotchiga biz mahsulotni qaytarib beramiz. Bunda to'g'ridan-to'g'ri mana shu ta'minotchiga qaytarish oynasidan mahsulotni qaytarishimiz mumkin. Bu bitta usuli. Misol uchun 50 tasini mana shu joyning o'zidan xarid narximizda jo'natib yuborishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa, aynan xaridlarning ichidan qaysi partiyada kelgan bo'lsa, misol uchun mana shu 2,5 ta ichidan yana 200 tasini qaytarib yuboramiz. Buning uchun mana tepada mahsulot qaytarish tugmasi bor. Mahsulotni qaytarish orqali 2,5 tadan 200 tasini ham qaytarib jo'natib yuboraylik. Bu aynan xaridga bog'lanyapti. 7-xarid raqamiga bog'lanib, xarid ta'minotchiga qaytarish yuzaga kelyapti. Mana bunda ko'rishimiz mumkin. Ushbu xaridimiz 2,5 ta edi. Undan 200 tasi qaytarib yuborildi.
Bu ham ta'minotchiga qaytarishlar bo'limiga kelib tushaveradi. Faqatgina bittagina farqli tomoni bu xaridga bog'langan, keyingisi esa xaridga bog'lanmagan. Odatda bizning tavsiyamiz har bitta ta'minotchiga qaytarishni aynan xaridni topib, o'sha xarid asosida qaytarishni tavsiya qilamiz, alohida qaytargandan ko'ra. Agarda bu xaridni topa olmasangiz yoki ushbu tizimni ishlatishdan oldin xarid qilingan va hozir u xaridni topishning imkoni yo'q. Shunaqa holatlarda alohida ta'minotchiga qaytarishlar bo'limi orqali mana shu joyni o'zidan qaytarishni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Bunda siz ta'minotchiga qaytargan paytingizda ulardan pul qaytarib olishingiz ham mumkin bo'ladi. Agarda ular o'zi biz qarz bo'lsak, shunchaki qarzimizdan ayirib qo'yilaveradi. Misol uchun, bundan oldin qarzimiz 63.395.000 so'm bo'lgan va 2.300 kamaygani uchun 61.093.095 so'm qarzni tashkil qilmoqda. Xaridlar bo'limi qisqacha shundan iborat. Bundan tashqari, xaridlarga siz to'lovni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, xarid raqamini ustiga bosib, to'lov kiritish orqali yoki ta'minotchini topib, ta'minotchini o'zidan ham ta'minotchiga to'lov orqali to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. Ayni paytda bizda kassalarimizda yetarli pul bo'lmagani uchun to'lov kiritishni ko'rsatib bermayapman. Boshqa ko'rsak, faqatgina naqd pul kassamizda 100.000 so'm pul bor. Bu kattaroq miqdordagi millionlarni to'lash uchun ayni paytda yetmaydi.